Hammaga bugungi bayram muborak bo'lsin. Bugungi bayram bilan meni kichkina singilcham, qaynisinglim va qizim shunaqa chiroyli gullar, shokoladlar bilan, shunaqa chiroyli she'rlar bilan tabriklashdi. Bugungi bayramga qaynisinglim ikkimiz uyda lavash tayyorlamoqchi bo'ldik va tezdagina bozorga tushib, lavashga ketadigan hamma kerakli narsalarni, sabzavotlarni olib chiqdik. Iftorlikka hamma mahsulotlarni yuvib, tayyorlab boshladik. Avval tovuq go'shtlarimizni chiroyli to'g'rab, marinovka qilib oldik. Kashnich urug'i, murch, chesnok, soya sousi bilan marinovka qilib, yarim soat xolodilnikka qo'yib, keyin qizdirilgan tovada shunaqa chiroyli qilib qovurib, keyin tovuq go'shtini o'zini silida chiroyli qilib dimlab qo'ydik. Juda yumshoq pishdi. Singilcham chiroyli qilib badring pomidorlarni to'g'radi. Keyin birin-ketin sousini, mayonez, ketchup aralashtirgan sousimizni, tovuq go'shtlarimizni, kartoshka chipslarimizni, pomidor, bodringlarni birin-ketin qilib shunaqa terib chiqdik. Keyin chiroyli qilib o'rab olib, qizdirilgan tovada hamma tomonlarini qizartirib oldik.